Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan arteria renalis, ya'ni buyrak arteriyasi haqida gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Arteria renalis, ya'ni buyrak arteriyasi. Buyrak arteriyasi aorta abdominalisning visceral juft tarmog'i hisoblanib, uning aortadan chiqish joyi birinchi va ikkinchi bel umurtqalari ro'parasiga to'g'ri keladi. Arteria renalis buyrakning darvoza qismiga yetib kelgandan so'ng ikkita tarmoqqa ajraladi: anterior hamda posterior tarmoqlariga. Anterior qism o'z navbatida 4 ta segmentar arteriyalarga bo'linib ketadi. Birinchisi arteria segmentalis superior, ikkinchisi arteria segmentalis anterior superior, uchinchisi arteria segmentalis anterior inferior, to'rtinchisi esa arteria segmentalis inferior hisoblanadi. Posterior qism esa faqat bitta segment uchun yo'naladi. U ham bo'lsa arteria segmentalis posterior. Segmentar arteriyalar o'z yo'nalishida davom etib, buyrak piramidalari orasida interlobar arteriyalarni hosil qiladi. Interlobar arteriyalar o'z yo'lida davom etadi va piramidalarni aylanib o'tib, buyrakning mag'iz hamda po'stloq qismlari orasida ravoq hosil qiladi va bu arteriyalar arteria arcuata deb ataladi. Shuni yoddan chiqarmangki, arteria arcuatalar bir-biri bilan o'zaro anastomoz hosil qilmaydi, lekin juda ham ko'p tarmoqlar chiqaradi o'zidan va bu tarmoqlar interlobular arteriyalar deb ataladi. Har bitta interlobular arteriyalardan buyrak qoptokchasini ichiga kiruvchi vas afferent arteriolalar chiqadi va undan so'ng buyrakda filtratsiya jarayoni boshlanib ketadi. Shuningdek, arteria renalisdan ramus uretralis tarmog'i ham chiqadi. Ramus uretralis siydik nayning yuqori qismini qon bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, arteria renalisdan buyrak usti bezini qon bilan ta'minlovchi tarmoq ham chiqadi va bu tarmoq arteria suprarenalis inferior deb ataladi. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting.